الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun sura Nisoning 54-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarni qaraganimizda ahli kitobningki va shuningga qo'shilib mushriklarningki payg'ambar alayhissalatu vassalamga qarshi chiqish, oshkor qarshi chiqish, hatto Rasululloh bilan samaviy dinning mansubi bo'lishda, samaviy kitobning egizlari bo'lishda o'xshash xarakterga ega bo'lgan ahli kitobning qarab turib Rasulullohninki va musulmonlarninki yo'lini butparast mushriklardan mutun o'rniga qo'yganininki asosiy sabablarini bayon qilib o'tgan to'q, ya'ni bularning masalasi o'zining shu vaqtning o'zidagi shaxsiy manfaati va jamiyatdagi nufuzni saqlash qatorliq bir qator masalalar ekanligini, agar unda bo'lmaganda o qadar darajada o'zining qimmat qarash prinsiplaridan halqagan bir shaklda pastlab ketmaydiganligini Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatlarda bayon qilib o'tdi. Bugungi oyatda shu ilgirki mazmunlarning oxirisi, ya'ni mushriklarning bu qadar Rasulullohga qana qilishi, qarshi chiqishi, mushriklardan boshqa ahli kitobning Rasulullohga, bu dinga, musulmonlarga bu qadar qarshi chiqishiningki sababi, asosiy sababi haqida Rasululloh bizga savol shaklida, Alloh subhanahu va taolo bizga savol shaklida qo'yib deydi: am yahsuduna-n-nasa ala ma atahumullohu min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Yaku ula deydi. Mush kishilarga, ya'ni payg'ambar alayhisolamga ergashgan mu'minlarga, ya'ni asosan payg'ambar alayhisolamga Alloh o'z fazlidan ato qilgan bu darajaga hasad qilishamdi. Bir payg'ambarning o'zining ichidan chiqmaganligiga hasad qilishamdi. Halbuki biz deydi Alloh subhanahu va taolo İbrahim oilasiga, İbrahim alayhisolamningki avlodiga, ya'ni demak cho'g'ini ahli kitobningki otasi ajdod bo'lgan Yaqub alayhisolam, Isaq alayhisolam, Yaqub alayhisolam, Yusuf alayhisolam, Musa alayhisolam qatorliqlarga kitobni berdik, hikmatni berdik ve büyük bir mülk, padişahlıkını verdik. Allah subhanahu wa ta'ala bulağa dağıtıdı ki biz silerge mi bergende dağıtıdı. Silerge bergende buludu. Ama başkalarına bersek bulmaydı. Şunda ama diğer şekilde bizge sual koyup meseleni aydınlaştırıp bir vatıdı. Resulullah'ın Allah subhanahu wa ta'ala peygamber kıptallığa vaxtıda kişilerin için dedi ki, ulanın bəs dedi ki, muşu Kur'an, muşu adamga düşemdi. Başka aramızdaki başka büyükrak, kattırak adamga düşse olmamdı. Sura Zuhraf'ın 31. ayetiga qaranglar. Hatta bular o derecede hasetinin uluğu tesir qilgan ta'sirida şu derecege yetdi ki Allahumma in kana hada huval haqq min indik. Agar muşu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dava qilayotgan, bayon qilayotgan yo'l haq bo'la olsa, bizga osmondan tosh yog'dirasizlar. Bu darajaga hadi haqqa ergishish bu o qadar ig'ri keldiki, toshning ostida qilishga roziki haqqa qilmaydi, ergashmaydi. Bu
Asabiyleşti yani. Yani keyfiyatı, nervisi bu dereceye bağlı bulanınki. Allah subhanahu ve taala bulağa reddiye şekilde nimdeydi? Ahum yaqsimuna rahmet rabbike nahnu qasamna beynahum ma'ishatahum. Rabbinin rahmetini ula taqsim qılamdı kanıydı. Allah subhanahu ve taala kimni xalisa öz merhametiga qana qılıdı, nail qılıdı. Allah'ın merhameti bir zamanlarda şu özünü ehli kitap dağıtkan Benu İsrail'nin aba ajdadlariga kelgan bolsa, hamda Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Nimiş kasat qildi demdi? Agar bular hasad qilishning o'rnida insof bilan haq tarafda turib qabul qilgan bo'lsa, hamma ish go'zal ko'rinadi bularga. Meselenin güzel tarafından qaragan bo'lsa, bu o'zi saodatman bo'ladi. Endi bilasizlar, Allah subhanahu ve taala öz fazlidan ata qilgan kishi, öz fazlidan ata qilgan deganimiz, yani bularga İbrahim Aleyhisselam bularning atisi. Bizning İbrahim Aleyhisselam atimiz, Yaqub Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, mesela Banu İsrail'den çıkan bir monç peygamberler var. Bular muşularning avladı. Bularga Allah subhanahu ve taala tarixda nurg'un peygamberlarni avatdi, Tavrat qo'xshash kitobini qana qildi, tushadi. Allah'ın fazli merhameti bular. Bular şu vaqtda Allah'ın fazli merhametiga nail bo'lgan kishilar. Buning taqazzasi nima edi desa, mushu kitobida tilga olingan, kitob bishorat bergan Peygamberge ergeshish asli bularga berilgan o ne'matlarning taqazzasi edi. Chunki ma peygamber u peygamberlarni inkor qilgan peygamber emas, balki shularning yo'lini tutib kelgan peygamber. Bu kitap, ya'ni Qur'oni Karim ularning kitobini inkor qiladigan kitap emas, balki o'sha kitobni tasdiqlab, kuchaytirib, o'zgarib ketgan, xato ketgan yerlarini to'g'rilab kelgan kitap. Balki bular endi aşında olğandakin ergişke tigişlik boğan yerde qana qildi, onunla ergeşmedi. Hatta ergeşmeslik qo bir taraf tutulsun, aşı buddisini akilib bunun üstüde koydu. Ma buddislar mağlu qarga vaqtda yolu to'g'ri bu derecede ezishlandı insanda. Ahli kitobning bu derecege ezishqining sebep bo'lgan. Allah subhanahu ve taala öz fazli merhametini diginimizdeki xalqan bandasiga berdi. Bir milletke ma'lum alohidlikni bersa, yana bir milletke yine ma'lum alohidlikni berdi. Bir zamanlarda a milletning payg'ambari chiqqan bo'lsa, bir zamanlarda ma milletning payg'ambari chiqdi. Bu yerda bizga buyurildigini nima desa, Allohning shu taqsimotiga qalbimizda rozi bo'lib, Allah bizge bergen nimet, imkaniyetin to'liq foydalanib, ergishga tegishlik haq olsa, to'liq qana qilish ergishish. Shuna vaqtda agar hamma odam masalaga haq ko'zi bilan qarab, Allohning ato qilgan fazli marhamatlariga nisbatan Allohga qarshilik qilmay, hasad qilib, e'tirof qilsa, hamma o'zaro birisi-birisidagi alohidliklardan foydalanadi. Alohidliklar bir yerga to'planadi. Güç birligi hasıl buludu. Güzel hayat şekillenidu asli. Ma insanlar Allah subhanahu ve taala bulağa tarixdan buyon o kadar ko'p peygamberlarni berdi. Bulağa o kadar kitaplarni tushadi. Masalan, bunun bizga tunishlik qolgani Qur'on tilga olingani Tavrat. Endi mushuli dünyada insanlar yetekçilik qilishdan iborat mush imkoniyat erishgan vaqtda yetekçilik qilish u yoqda tutsin, boshliq baxillik qildi. Ilgirgi darsda o'qib o'tdik buni. Allohning manhajini bildi, yo'lni bildi, payg'ambarlarning olib kelgan prinsiplarini bildi. Asli bular mushu darajada nasibasi berilgan insonlar bo'lgandan haqqini ado qilish kerakdi. Boshqalar uning haqqini berishi kerakdi. Lekin bular 53. ayeti deyilgandek emlahum nasibun minal mulk, bularga berilgan mulkdan kishilarga naqira qilchilik bermadi bular. Ya'ni haqqini ado qilmadi bular. Ne ma'naviy ishlarni ado qilmadi,
ne maddi işladım o da qilmadi. Demek bexillik meselesi qandaqdir bir adamning qashidagi narsaning azlab qilish meselesi emas, qalbidagi kasallik. Boshqalarga maddiyga bexillik qiladi, ma'naviga bexillik qiladi, hattoki o'zining yanchuqidan chiqmay boshqalarning bir ishiga bexillik qiladi, boshqalarning bir kishilarga yaxshilik yo'lini ko'rsatishiga bexillik qiladi. Bu qadar kasallar bilan mubtalo bo'ldi bular. Bu kadar kesillikler bilen viruslandı bula. Asli Allah Subhanahu ve Taala'nın ilgili ayet ve bu ayeti davat kılan ne mutsanlar? Bu adamlar kitaptın ma'lum bir nasibi birilgen bu açıqa. Burun Allah insanlar için tanıgan kişiler bu olgan bu açıqa. Bula özürünün kitabı, özürünün yolları arkalık bu peygamberinin yolunun doğru ekanligini bilish kerak. Hatta kitaplarda, Tevratlarda, İncillarda ap-aşkara onun sıfatları var. Nima uchun bunga iman aytib, nima uchun buni qo'llamaydi bular? Bu yerdagi masala, negizlik masala shuki, hasad. Halbuki Rasululloh ularning yo'lini butun inkor qilmadi. Inkor qilmaydi, chunki hammasi bir din. Islom keldi, payg'ambar islom keldi, ahli kitob itni itrof qildi, Tavrat, İncilni itrof qildi, Odam alayhisolamdan ta o'ziga qadar, Rasulullohga qadar bo'lgan butun payg'ambarlarni itrof qildi. Mu'minlarmu mushu asosda ergashdi, bizmi shu asosda ergashdik. Allohning tushirgan bütün kitoblarini biz Allohning tushirgan kitobida tunaymiz, itrof qilamiz, bütün payg'ambarlarni itrof qilamiz, mushu asosda keldi. Mashta turib nimishqa ergashmaydi. Buning birlam sababi bor, u o'simi o'chmanlikka tulib ketgan qalb Allohning taqsimotiga bo'lgan qarshilikka tulib ketgan qalb. Chunki hasad şunda bir narsa ki o'zingning ishonmasliging ikkinchi o'rinda hasadda. Balki qarish tarafning erishib qolganiga chidamaslik birinchi o'rinda. Hasadning eng chong kamchilligi shu. Men birovdagi ne'matni ko'rib, Alloh menga bersa ekan-ku desam, bu mashru yo'lliq hasad bo'ladi. Buni biz g'ibta deymiz. Buning xatosi yo'q. Birovning iqtisodga erishganini ko'rib, Alloh menga bersa shu kashki, yaxshi ishlarga sarf qilsam menmi? Shunda imkoniyatga erishsam, go'zal. Boshqalardagi berilgan ilmni ko'rib, Alloh menga bersa shu. Boshqalarning qilayotgan yaxshilarini ko'rib, menmi shunday yaxshilarni qila oladigan bo'lsam-chu, bu go'zal. Ammo biz ayiblayotgan, Mavloni iymon etqilib qo'ymagan hasad o'zi ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rindagi nima desa, boshqalarga kep qolganligiga chidamaqanlik. Ya'ni bu hasad bilan bexillik, ochko'zlik, bizning ilgirki darsda tilg'ilingan ochko'zlik yildizi bir tuqqan, ya'ni qalbdagi bir ig'ir darajalik kasal bu. Ig'ir darajalik kasal. Halbuki inson Allah Subhanahu va Taoloning sura Nahl'dagi ma indakum yanfad va ma indallohi baqin. Sizning erishganingiz tugaydi. Allohning qishidagi tugamaydi degan oyatiga amal qilsaydi, shu oyatni qalbidan tushansaydi, hech kimdagi ne'matga hasad qilmaydi. Chunki tugaydi bu. Bir odam qanchalik cho'ng imkoniyatli ega bo'lib kelsin, qanchalik iqtisodga, qanchalik martaga ega bo'lib kelsin, tugaydi. Biz mush nuqtadan Allohning boshqalar bergan atosiga, ne'matiga asla hasad ko'zimiz bilan qaramasligimiz kerak. Asla o'chmanlik bilan qaramasligimiz kerak. Ana biz ma'ayat munosabati bilan bir gapni degim keldi qarindoshlar. Masalan birisi ma'lum bir o'zidagi mol-mulk, ma'lum bir narsalarni boshqalarga taqsim qiladi. Uning qishida ya 10 va ya 100 va. Şu vaqtida bir necha odamni mush narsani taqsim qilishni chaqirgan vaqtda chaqirilganlarning ichidan birisining kallasiga shunday kelishi mumkin. Bu 5 odamni chaqirsa, buning qishidagi 100 tal narsa 20 dan taqsim bo'ladi. 10 ni chaqirsa 10 dan taqsim bo'ladi. 20 ni chaqirsa 4 dan 5 dan taqsim bo'ladi. Adam az kelsa, menga jiqti ketdi. Manda o'ylasa, bu biz yeni bir noktadan qaragan vaqtimizda bag'ijmi inson bo'lg'achqa, uning qishidagi imkoniyat cheklik bo'lg'achqa, bu shunda o'ylaydi. Tabiiyki buni to'g'ri demoqchi emas. Ammo Alloh boshqaligi bergan ne'matga imkoniyat kasb qilish
Bu bir hasad qilishdan bo'lmasdan Allohni kichik ko'rganlik. Nauzubillah. Allah bütün zimindeki hamma mahluqlarni oldiga tizib qolib o'tirib, hammasiga tilginni bergan taqdirdami Allohning qashiga kelmaydi. Agar mushu nuqtani tushunsa, inson kishiga hasad qilmaydi asli. Bayatning oyati shu: "Ma indakum yanfat va ma indallohi baqin." Sizlarning qashinglardagi tugaydi, Allohning qashidagi mangu qolib qoladi. Ya'ni bu yerdagi men bayatni bir og'iz gapni qildim. Boshqa bir ne'matni ko'rdik, Allohdan bizga bir ishni talab qildik. Boshqaldagi hisobni ko'rdik, Allohdan bizga bir ishni talab qildik. Boshqaldagi ilmni ko'rdik, martabani ko'rdik, bizga bir ishni talab qildik. Chataq yo'q. Bu mu'min mushtaq qiladi. Chunki mu'min shuni biladiki, Alloh qanchalik bersa, Allohning qashtiga tugamaydi. Xuddi hadisi qudusida kelgandek, ey bandalarim, sizning bosh oxiringlar, insonchining hammasi bir yerga to'planib, mendan so'sa, har so'g'iniga uning so'g'inini bersam, mening qashimdikini xuddi bir yingini dengizga kirgizib olganda kamlatilganchilik kamlatilmaydi degan mazmunda bir hadis qudusi bor. Buni biladi mu'min. Buning uchun Allohdan tilaydi, ko'ginni tilaydi, boshqalda bani tilaydi. Buning da masala yo'q. Ammo hasad degan nima desa, o'zi ikkilamchi o'rinda boshqalarning erishishga chidamaydi. Bu o'zini ansirash masalasi emas. Birinchi darajalik o'zini ansirash masalasi emas. Balki birinchi darajalik boshqalarga chidamaslik masalasi. Allohning taqsimotiga qarshi chiqish masalasi. Bu nuqtadan ochko'zlik, bixillik bilan o'xshash. Buning yildizi bir. Biz shuna tushundik ya. Bixillikninki o'zining qashidikining oz qilishidan ansirab bermaslik bu to'rt darajalik bixillik. Bixillikning yuqori darajasi o'zining qashidikining oz qilishidan ansirab bermaslik emas, boshqalarning irishiga chidamay bermaslik. Hatto bixillikning yuqori darajasi qaysi biz so'zlaganimizda ilgari darajada bixillikning yuqori darajasi boshqalarga bir shiga chidamaslik deydi. Bu bir kasallik. Hasad aynı şekildeki bir qalb kasalligi. Oyatdagi hasad shu. Hasadning xarakterini obdan tushunganimizda bir narsaga nisbatan hasad qilish emas u. Shu ne'matga nisbatan hasad qilish emas u. Shu ne'matni bag'uchiga qarshi qo'yish asli. Allah birisiga bir ne'mat ato qildi. Mayli u iqtisod bo'lsin, mayli bilim bo'lsin, nufuz bo'lsin, yuz obro' bo'lsin, qanday bo'lsa, ya uning bir ilmiy daraja bo'lsin, nimasi badi. Sen aşununqı çidimğanlıqın məsələ ayağa toxtamaydı, bəlkə şu ne'matni bergan zatqa bo'lgan qarşılıq qilib toxtaydı. Senin hasad qilganing ma'u asli. Yani bu yerda hasadxo'r tushadigan tunji xatolik nima desa, Allohning o'rinlashtirishiga qarshi qo'yish. Ondan keyin bu bak ig'ir jinoyat o'g'achqa bu hasad qiling'uchiga zarar yetkazishdan ilgari hasad qilg'uchini ichidan tugashtiradi. Qalbi yonadi. O't bo'lib kuyidi. O'zini o'zi tutamaydi. Ichki dunyosi normallikdan o'tib ketadi. Shuning bilan bu bir ish harakatga aylanadi-da, bu harakatning ma'lum ta'siri ana hasad qiling'uchi ne'mat sohibiga tegib biradi. Mana mushu hasad qilg'uchining nimasi bo'ladi? Sharri, yomonligi bo'ladi. Yomonligi bo'ladi. Har qanday bir jinoyatning jazosi kechikishi mumkin. Hasadning jazosi asla kechikmaydi. Hasad qilg'uchi hamon u jazoga qanday qiladi? Erishadi. Qanday? Men bayatni dedim ya. Hasad ne'matning egisiga u hasadning yomonligi yetishdan ilgari hasad qilg'uchining vujudida, qalbida bir o't bo'lib uni ko'ydiradi. O't bo'lib uni ko'ydiradi yani. Shuning bilan bu o't shu hasad qilg'uchi insonda bir ximiylik o'zgarish paydo qiladi. Turolmaydi u. Kayfiyati tushadi uningki, tushkunlashadi, hattoki normal tangpungliqini yo'qotadi ki Allah bergan ne'matlarni shu yo'qotgan tangpungsizlikning ta'sirida yomon yo'llarga ishlatadi. Allah bergan iqtisodga qurol otadi, qurol oladi, boshqalarni o'ldiradi, boshqalarga hiyla-mikr ishlatadi, boshqalarga put qo'yadi, boshqalarga o'rak qo'yadi. Bularning hammasi hasad
qilg'uvchi paydo bo'ldi ahvollar. Buning sharri, buning zarari hasad qilinguchiga yetishdan ilgari hasad qilguvchi o'zidagi ne'matni nimaga aylantiradi? Zararga aylantiradi. O'zidagi Alloh bergan yaxshilikni yomonlikqa aylantiradi. Yani jihatni qanday qiladi? Tugishidi bu odam. Asli hasad qilguvchining bir hasad qilishdan qutulishning bir yo'li bor. Birovning bir ne'matga erishganligini ko'rgan vaqtida inson bo'lg'achqa azroq bir bayatni degandek bir narsa paydo bo'ladi uning vujudida. Ya eng oddiy bo'lib qolsa, o'zining mo'shiningga erishamaganligidan biroz o'kinsa, ig'ir bo'lgan vaqtda qarshi tarafning erishib qolganligiga chidamaydi. Asli musulmon qutulish uchun dastlabki shu ta'sirini maşallah degan ifoda bilan azroq pastlatsa, o'tni azroq sug'utsa, bu hasad qilguvchiga nisbatan go'zal bo'ldi. Bara asta qalbi rahatlanadi, Allohning urunlashtirishiga bo'ysunadi, boshqalarga bergan ne'matga eng yuqori darajaga bo'lganda chin dilidan suyunadigan darajaga boradi. Bu bek yuqori palla. Ammo hasad qilgan odam tunji qadamni to'g'ri ola olsa, mushu yuqori pallaga yeta olishi mumkin. Ya'ni u tunji qadam qaysi desa, mashalloh la quvvata illa billah. Mashalloh la quvvata illa billah deganning ma'nosi Allohning bergan ne'matini boshqalarga bergan. Allohning urunlashtirishini, Allohning taqsimotiga chavakchilish, ya'ni tabriklash u. Chin dildan. Mashalloh Alloh sizlarga bir chiroyli o'g'il beribdi. Suyunishni ifodalash. Mashalloh Alloh sizlarga ilm ato qilibdi. Mashalloh Alloh sizlarga nima ato qilibdi? Iqtisod ato qilibdi. La quvvata illa billah. Buning hammasi Alloh tarafidan kelgan ish. Allohdan boshqa hech kimning bunga kuchi yetmaydi. Men Allohning taqsimotiga bo'ysunaman degan ifoda u. Shunga hasad bo'lishi mumkin inson, har qanday insonda. Ammo hasadni o'chirishning birinchi qadami qalbidan chiqarib mashalloh la quvvata illa billah deyish. Aksi taqdir bo'lgan vaqtda birinchi qadam insonning qalbida shunda hasad paydo bo'ldi. Birinchi qadam to'g'ri ilmga vaqtda mashalloh demiga vaqtimizda u bayatni degandek o'tilib yonadi. Insonda ximiylik o'zgarish paydo qiladi. Ximiylik bu o'zgarish ichki vujudidagi o'zgartish insondagi normal erishgan ne'matlarini yomonlik yo'liga sarf qiladigan bir ahvolga olib boradi. Mana bu hasad qilg'uchining yomonligi, hasad qilg'uchining sharri, hasad qilg'uchining zarari. Alloh bu shardan sig'inib panoh tilashga bizni buyurdiki, va min sharri hasidin idha hasad. Hasad qilg'uchining hasad qilgan vaqtidagi sharridan panoh tilayman degani dal shu nuqta. Ma shar hasad qilg'uchi hasad qilib xili yiroq bir darajaga borgan vaqtida paydo bo'ladi ma shar. Mushu darajaga kelib bo'lguncha bu hasad qilg'uchini o'ltirib bo'ladi, tugashtirib bo'ladi. Nurg'a iqtisodiy ziyon soladi, kayfiyati tuvan, tushkun. Endi hasad qilinguchi ne'mat egisi hasad qilg'uchining shunda bir yomonligiga uchirgan vaqtda qanday qilishimiz kerak desa, asli bundan saqlanish, butun tadbirlarni elish, imkon bor boshqalarning hasadini qo'zg'amaslik, hasadini qo'zg'ashga sabab bo'lmaslik bizga mushu oyatdan burilgan ish shaklida qanday qoladi, uqilyotdi. Ammo bizga bir yomonlik kelib qoldi. Hasad qilg'uchining birisi bizga putlikka shog'ildi. Hasad qilg'uchining birisi ziyonkashlikdan birini qildi. Yo'limizga put qo'ydi, o'rak qo'ydi. Ashta bir bo'lib qolgan bo'lsa, biz shu vaqtda tunji qadamni nimadan olamiz desa, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu nima demak bu inna lillahi va inna ilayhi roji'un? Bu shu demakki, Allohning bu hayotda menga bergan har narsada bir hikmat bor. Chunki biz Allohdan keldik, biz Allohga mansub, Alloh tarafiga qaytamiz. Bizning har ishimizni Alloh belgilaydi. Bir ne'mat berilgan bo'lsak, mushu ne'mat Alloh uni bizga bir yaxshilik qiladi. Agar
Aks taqdirda, ya'ni bir musibat kuchurgan bo'lsaqmi, Alloh cho'qim bu musibatda bizga bir yaxshilik ato qildi. Xuddi hasad qiluvchi o'zi erishgan, o'zida bor bo'lgan ne'matlarni yomonlikqa o'zgartirib, gunohga o'zgartirib, sharga o'zgartirib, zararga o'zgartirib, yomon bir o'zga gunoh ne'mat qilib olgandek, ne'matini ne'mat qilib olgandek, ma bizga yetayotgan zararni biz Alloh subhanahu va taolodan shu zararda bir yaxshilik bo'lishni istaymiz. Eng aqallisi şunun ecir girişimiz. Zaten fakat bulmadı degan vaqtda nima girişimiz? Ecir girişimiz. Belkim bizga bir musibat kelganida bugun biz uning orqasida qanday yaxshilikning borligini tushunamasligimiz mumkin. Ammo shuning to'liq ishonishimiz kerakki, inna lillahi va inna ilayhi roji'un degan mushu ta'limotning ro'yiga asosan shuni to'liq tushunishimiz kerakki, mutlaqo buning bir nimasi bor, hikmati bor. Balamga bir musibat keldi. Balam qazo qilib ketdi. Men shunda deyishim kerakki, balkim bu bala cho'ng'igan vaqtida yo'ldan chiqib, ezib, menga nima bo'lishi mumkin, bir fitna bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo hech vaqtda qana qildi, ketdi. Men mushu balam tufaylidan balkim kelgusida ig'ir xatolashib qilishim mumkin-di. Alloh buni olib ketgandi. Alloh berdi. Bunun o'rniga yana birini birishi mumkin. Bugun ig'ir darajada mashinam buzildi. Ishim shudir. Ammo o'ylashim kerakki, balki mushu mashinaning buzilib bu yo'lda to'xtab qolganida bir hikmat bor. Agar buzilmasa, balki yo'lda buningdan ig'irroq bir qazoga, bir qatnash voqeasiga yo'liqib maylab ketishim mumkin. Ma shaklda ya'ni. Mening ishim biraz ta'tir kelib qoldi. Ta'lim ta'tir kelib qilib, ishim qilmashmadi. Ya og'rib qoldim, yetib qoldim. O'ylashim mumkinki, ishim 10 kiloversa, inson biraz mag'rurlanadi. Yo'ldan chiqishi mumkin. Azroq og'rish orqali, yetib qilish orqali o'zimning ojizligimni his qildim. Buning bilan mening yo'ldan chiqib ketish ehtimolim, boshqalarga zulm qilib qilish ehtimolim, po'chilik, faxrlik, boshqalarga takabburlik qilish ehtimolimdan kesilimini qanaqib qoldi, saqlab qoldi. Ya'ni har qanday bir musibatning keynida mutlaqo bir nimasi bor, yaxshilik bor degan shaklda tushunsa, inson rahat yashaydi. Ya'ni sura Falaqdagi qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq va min sharri ghasiqin idha waqab va min sharri naffathati fil 'uqad va min sharri hasidin idha hasad degan oyatdagi Allohga sig'inib turib, hasadxo'rning hasdining yomonligidan panoh tilashning eng oxirgi cheki bu bo'lishi mumkin qarindoshlar. Vallohu a'lam. Beshi masalan hasadxo'rning hasdini qo'zg'amaslik uchun tadbirlarni qo'llanish, boshqalarni hasad qilmaslik uchun uningga yaxshilik qilish orqali hasad qilishning oldini olish bo'lsa, eng oxirida zodi bo'lmagan taqdirdami inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bizga yetgan har zarar, har yomonlikning orqasida bir nimba hikmat va deb o'ylab turib, o'zimizningki ruhiy kayfiyatni tanlashash, ichki dunyomizni tanlashash, Allohning taqsimotiga tamoman nima bo'lish, rozi bo'lish bir idisi bizda shakllanishi eng oxirgi hasadxo'rning hasdidan saqlanishning yo'llaridan birisi bo'lishi mumkin. Shuningcha oyatning oxiridagi va min sharri hasidin idha hasad, hasadxo'rning hasad qilgan vaqtdagi sharridan degan ifoda bizga bir narsani ifodalaydi. Inson haqning hasididan saqlanolmaydi. Shu faqat haq hasad qilmaydigan ish bo'lmaydi. Cho'qim hasad qilamiz. Hasad qilinamiz yani. Chunki o'zi ko'rishgan dunyoda ya. Alloh menga bugun berib meni ko'tardi. Yoki uni ko'tardi, meni ilmiy jihatda ko'tardi, iqtisodiy jihatda ko'tardi, mansab jihatda ko'tardi. Mutlaqo buningga hasad qiladigan birisi chiqadi. Ata men tushib, qarshi taraf qanday qiladi? Hasad qiladi. Qarshi taraf ko'tariladi. U vaqtda men hasad qilib qilishim mumkin. Mutlaqo hasad bu dunyoda hasad bo'lmaydigan ish bo'lmaydi. Har odamga hasad qiladi. Illaki dada bola hasad qilmam degan, undan boshqa har odamga hasad qiladi. Endi Allohning bizdan berib qanaqayotgani, buyurayotgani, Allohning bizga buyurayotgani
yamonlıqdan saqlanish. Yamonliqqa nisbatan oldin ola tadbir elish, yomonliqqa nisbatan to'g'ri pozitsiya, to'g'ri muomala qilish, ya'ni hasadninki ta'sirini qana qilmaslik, yug'inishning oldini olish, hasadning zararini qana qilish, oziltish. Bu oyatda bizdan talab qilingan bo'lishi mumkin. Endi asli oyatimizga qaytsak qarindoshlar, ahli kitob bo'lib bilan payg'ambar alayhisolatu vasallam ga iymon etish kerakdi. Deganimizda chunki payg'ambar vasallam ahli kitobni inkor qilmadi, ahli kitobning kitobini inkor qilmadi, ahli kitobning payg'ambarlarini inkor qilmadi. Nima uchun Rasulullohni inkor qiladi? Nima uchun Rasulullohga iymon etmaydi? Faqatlan buning birdan-bir sababi hasad. Nima uchun hasad qilib qoladi ular? Bular payg'ambarlikning vazifasini tushunmaydi. Qanday masala desa, payg'ambarlikni bular o'ziga nisbatan dunyodagi bir boshqalarning ustiga chiqish, boshqalarga hukmronlik qilish, nupuz tiklash, iqtisod to'plash qatorliq masalaning vositasi deb tushunib olgan bo'g'achqilar chiqayotgan masala. Asli payg'ambarning vazifasini tushunsa edi, payg'ambarlik butunlay boshqalarning jabrini ko'tarish uchun Alloh tarafidan tanlagan bandaga berilgan bir vazifa. Payg'ambar asla va hech qachon tarixda boshqalarga ba'zi boshqalardan amadi. Boshqalarga foyda yetkazdiki boshqalardan talab qilmadi. Payg'ambarlar asla o'zining shaxsiy hayotini o'ylamadi, shaxsiy manfaatini o'ylamadi. Payg'ambarlarning umumiy tarixiga qaragan vaqtimizda payg'ambarlikni hech zaman turmushining farovonligi, kishilar oldidagi yuz obro'yininki yuqoriligi, kishilarga hukmronlik qilish, ularni kontrol qilish qatorliq bu ishlarga aslo ishlatmadi payg'ambarlar. Anda payg'ambarlik demak ig'ir darajada bir jafo mushaqqatlik bir vazifa edi. Ammo bular payg'ambarlik hukumini xato tushunib olgan bo'g'achqa ham o'zining Banu Isroilning payg'ambarlar eng ko'p chiqqan bir qavmning mansublari bo'lib bilan dinni o'zining manfaatiga eng ko'p qo'llangan kishilar bo'g'achqa o'zi Yahudlarning olimlari deb turib, Yahudlarning mo'llulari deb turib, kishilarning mol-mulkini eng cho'ng qaqsoqti qilib olgan kishilar bo'g'achqa hatto kishilarga jannatning patrolarini, talonlarini yezib berib, haqni aldaydigan kishilar o'g'achqa bu yerda bundan qo'rqqan bir narsa bor. Rasululloh kelganida bundan mush ishlarning hammasining qilishidan qo'rqdi bular. Xuddi Rasululloh men payg'ambar degan hamon, arablarning ichidan payg'ambar chiqdi degan hamon mushu huquqlarning hammasi ashuldan quldan avloga qana qilganda ketib qoladigandek ma'qul tuyg'u bularni jim to'g'izmadi. Şunlaşqa bular aşu müşriklar bilan birlashdi, buddistlar bilan birlashdi. Hatta Rasulullahning mu'illana mangan yo'lini buddistlarning yo'lidanmi ozg'un darajada sifatliyalidiki, nimishqa qo'rqayotgan bir qo'rqinish bor. Ya'ni hasad masalasi bor. Nimishqa hasad qiladi? Alloh subhanahu va taolo İbrahim aleyhisselam'a ba'di o peygamberlikni, mülkni. Davud aleyhisselam'a ba'di o peygamberlikni, hem padişahlıkni. Süleyman aleyhisselam'a ba'di o peygamberlikni, hem padişahlıkni. Yakup aleyhisselam'a ba'di o peygamberlikni, hem vezirlikni. Ulağa ba'se buludu. Resulullah'a ba'se nimish bulmaydı. Resulullah'mış İbrahim aleyhisselam'ın İsmail aleyhisselam oğul tarafdaki evladı emasmi meselen. Ba'diki mesele haqiqatni izlash masalasi emas. To'g'rini qilish masalasi emas, to'g'ri yo'l tepish masalasi emas. Bularning kallasiga kirib olgan bir nupuz, shuhratparastlik, mol dunyoparastlik, ilgirki oyatlarimiz degandek ochko'zlik. Mushlarning hammasi bulardan hasad bo'lib o'tirg'a qana qilgan, qaynab chiqqan masala. Mana bu bularning asosli sabablaridan birisi. Alloh subhanahu va taolo İbrahim aleyhisselamның oğlu İshak aleyhisselam tarafdaki kişilerini, yani Banu İsrail deyimiz, bularni hürmetlik kıldı dünyada. Bularga o kadar köp nimetler ato qildi, o kadar köp peygamberini çıkardı, o kadar köp kitaplarını düşerdi. Hatta peygamberlerge peygamberlik, padişahlık, mesela bir devletinin ki vezirligidan tortib, bunun hemmini badi. Ama
Ahirga kelgan vaqtda bu Banu İsrail bu ne'matlarni to'g'ri ishlamadi. Biz burun deb o'tganimizdek. Endi Alloh şu İbrahim Aleyhisselam'ın, muşlarının boğuz hesabının İbrahim Aleyhisselam'ın ki İsmail Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam tarafdan kelgan bir kişiga, o'zi tanlagan bir payg'ambarga, Muhammed Aleyhisselam'a payg'ambarlik bergan vaqtida. Nima uchun bular buningga bulanmadi? Endi bular o'ylab qoldiki, payg'ambarlik Muhammed Aleyhisselamni ve Muhammed Aleyhisselam'ın kavmi olan Araplarını ular paydalanayotgan huquq nupuzdan paydalanadigan bir vaqt ko'rib qoldi. Halbuki Peygamber Aleyhisselam başta bütün müminler bu din için hayatını verdi. Bu din için cenini verdi. Bu din için melini verdi. Hem nesini verdi. Ular bir nesil erişmedi ki. Zaten peygamberlik ve bu risalet, bu diye yük vazife, cefa vazife. Bu bizden birisini talep kılıdı, ilişkin emez. Resulullah aşkarı dedi. Biz peygamberlerle ruhu miras kaldırmayız dedi. Resulullah hukuk toplap bir oğlu kapı koygan iş yok. Mal dünya toplap bir oğlu kaldı koygan iş yok. Resulullah vafatap vakitte 3 tenge karz var. Bazı rivayetlere göre Yahudlarının kaçta. Bu derecede ketti dünyadan. Hatta Resulullah özünün bütün ceddi cemaatiga zakat Müslümanların yığılıdığan iqtisadını haram kıldı ki inne sadaka ma zakat Ali Muhammed'ke halal emas, to'g'ri emas. Bu degan kishilarning kirisi. Bu şekilde yani Resulullah ve Resulullah'a erken müminler hiç kaçan özü üçün bu yolda menip bakmadı. Özünün ailesi üçün bu yolda menip bakmadı. Nimde pesat kıldığınız bular? Yani bularning kallasıki peygamberlik başka. Şun başka hasat kılıyordu. Bular peygamberlikni a şekilde paylanıp gidip kalgan kişiler. Şun başka hasat kılıyordu. Bular din namıdın kişilerin anında kalksoqtı qilib gidip kalgan kişiler. Şun başka hasat kılıyordu. Allah subhanahu ve taala ayetinin ahirinde, bugünkü ayetimizin ahirinde deydi. Nimiş hasat kılıyordu bular? Halbuki biz Ali İbrahim'e kitabını verdik, hikmetini verdik, onlara büyük mülk verdik. Sizler verdik da vardı. Ama sizler bunu yaman tarafı paylandınlar. Bu arkalık mal dünya topladınlar, nüfuzga erişdinler. Bu arkalık yani çoğun topladınlar yani. Şahsi menfaatini işletdinler. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala bu menhec, bu yol vazifesini kimge verse, Muhammed Aleyhisselam'a verse, bunun acaba qanday qılamızlar, hasad qılamızlar degan bir şekilde bularga qanday qildi signal beriyotdi qarindoshlar. Endi bularning ichidan butunlay qari quyuqni da'vat qilinmaydi. Qur'onning adolati shuki, bani ba deydi, yo'qni yo'q deydi. Alloh subhanahu va taolo kinki 55-oyatda da'vat etdi. Faminhum man amana bihi va minhum man sadda anhu va kafa bi jahannama sa'ira. Ahli kitobning ichidan Payg'ambar alayhisolamga iymon etganlar muba ve onundan tosqanlar muba. Mesela ahli kitobning ichidan Abdullah ibn Salam, Ka'bul Ahbarga o'xshash, yani insofliqlari, masalaning haqiqatini tushunganlar bu yolga ergişip iman kirdi. Ama o yoldan tosqanlarmı hem baki bularga cehennem yeterlik. Ve kefe bi cehenneme sa'ira. Hem de bilişimiz gerek bu yol Resulullah Efke'ye yol emas. Bu yol Adem Aleyhisselam ziminga tushgan vaqtida Adem o'g'illarininki, insonlarninki men uchun belgilangan yo'l. Faqat inson pat şunda bir gaflatga tushib 9'u tulab deymiz-ku biz. 9'u tulab yani. Hamma ishlar joyida bo'lgan vaqtda biroz gaflatlashib yo'ldan o'ngga yoki so'lga qanday qildi qaydi. Allah yani payg'ambarning birini avatib yo'lga qaytirdi. En to'g'ri yo'lda mangdi. Yana qaydi, payg'ambar tushdi, kitob tushdi, yo'lga qaytirdi. Bu shaklda kelayotganmiz. Qanaqdir payg'ambar alayhisalom yangidan ekelgan bir din emas bu. Sura Tahaninki 123-oyatida insonning zimindagi tutmanishga tegishli yo'lining xarakterini manda tasvirlaydi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Sizlarga mendan bir to'g'ri yo'lga yetaklash keladi. Payg'ambar kitob keladi. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kim mening başlagan şu to'g'ri yo'limga ergashsa, o azmaydi ve shaqiy qolmaydi. Dünya ahiretinin saadetini qanday qilmaydi, yo'qotmaydi. Mushi shaklda insonninki hayoti davom qiladi. Adem alayhisolamdimi shu, İbrahim alayhisolamdimi shu,
Musa aleyhisselam'da mı şu? İsa aleyhisselam'da mı şu? Resulullah'da mı şu? Hem insanın bir özüge tatıdığan bir nefsaniyet oludu. Ketip ötüp yolda aşı nefsaniyetinin keyniga kirip onga yoki solga qanaqlıdı qayıdı. Yani bunu bu peygamber ya kitap düşüp bu nefsini pakizlap, tazalap en güzel halatga ege vaqtida bu nefis o derecede tazlanıdı ki, o derecede paklanıdı ki başkalarının ihtiyacını görgen vaqtda başkalarının ihtiyacını, özünün ihtiyacını yoqur biladigan. Özge köngünü tatıyotgan narsani vaz keçip başkalarga bereleydigan derejege yetidi. Mau yoqur pellesi. Ve yu'thiruna ala anfusihim velau kana bihim hasasa. Sure Haşr'ın 9. ayet. Yani bir mezgil şunda mağıdı. Yani qanaqalıdı hatalaşıdı. Bu insan hayatınınki kanuniyeti şu. Çünkü insan şunda bir ahmak heveski igi ki aldideki tiz, nah, küzüge kürengen qısqa müddetlik narsalarga yugurib qoladi ba'zi turib. Halbuki мәңгілік hayatqa qanday qolmaydi, yugamaydi. Mesela insanningki ixtisat qo'ygan nafsi ve başka ayollar qo'ygan nafsi. Dünyada insanı azurduğan her türlü qiziq turadigan amillar qo'ygan nafsiga qarab baqqanimizda biz şu intilayotgan qilsa qildi, assa qildi, erishsam bo'ldi deyotgan narsaning hammasi o'tkinchi narsalar. Vaqtliq narsalar. Biz ishongan bu din deydiki sen ihtiyacını kanduğuçilik derecede paydalan, onun inga bu yolunu devam kıl. Çünkü sen bu dünyanın adamı, sen ahiretinin adamı. Sen bu dünyada yaşashga yaratılmagan, sen cennetning mensubu sen. O cennette sen bugün qiziqayotgan o'tkinchi vaqtliq ishlarning hammasining mangulik darajasi var. Dünyada her qancha taraqqiy qil, her qancha insan öylep bir yerge yetsin, köngəlge şunda oylap boğuça aldık ki burulgan derecege yetemeydi bu inek. Məngü qırmaydıgan bir haltını saklayamaydı bu inek. Ayallah güzellikini məngü saklayamaydı bu inek. Bularning hammasi cennette sanayda qılınğan narsalar. Ama dünyada ötkünç olğaçqa hamma narsa ötkünç şekilde biriladi. Meyli mal dünya, meyli ayal ve başka narsalar. Bu dünya özgürlük durdu. İnsandaki şu bir ahmakane nefs insanı şu taraflarga tartıdı. Peygamberlerin vazifesi ve kitapların vazifesi ne modelse insanlarını şu ötkünçe hayattan mengülük bir hayatka, özgermez bir hayatka qanaq qilish yetaklash meselesi. Del mesele muş iki noktada buladı qarindoshlar. Yani hammalarning boradigan oxirgi manzilimiz o'xshash. Ba'zimiz 50 yilda boramiz, ba'zimiz 60 yilda boramiz, ba'zimiz 100 yilda boramiz, ba'zilar 5-10 yilda hatta ba'zilar tug'iliblan necha yildan keyin ketib qoladi. Hammamiz boramiz. Ammo masala nima desa, eshagi bog'ichi bo'lgan masofada boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib qilish yoki tezlikcha asli nimamizga, manzilimizga yetish. Bir sefer qilgan musafirning ahvolini bir tasvirlay. Sefer jarayonidagi yo'lning manzilasi qanchalik go'zal bo'lsin. Sizlar tushgan o mehmonxonaning manzilasi qanchalik rahat bo'lsin. Sizlar yegan o oshxona tamoqning ta'mi qanchalik yaxshi bo'lsin. Sizlarning shu mehmonxonada uzun muddat ya shu oshxonada yoki boshqa ishlar bilan uzun muddat mashg'ul bo'lib qolishinglar mumkinmi? Qisqa bir hayotga misol olsak, yo'q. Tabiiyki hamma bilan asli manzilimiz olgan nishonga tezroq yetib borsak deb yo'lning ustidagi tomoqning ta'mini hisoblashmaymiz, boshqa narsaga qarashmaymiz. Aynı şekilde dünya hayatı bilan oxirat hayoti shu. Dünya hayoti bir safar ustidagi hayot. Peygamber Aleyhisselam'ның bunda bir hadisi var qarindoshlar. Bu yerda men bayatın degan noktalar bir xulosalangan shaklda ifodalanadi. Haris ibn Malik al-Ansari ismli sahabe Resulullah'ның qashini o'tgan vaqtda Resulullah so'raydi. Haris, ahvoling qanday? Yani sening kayfiyating üzenge bir tutgan baharang degandek kengroq mazmunda so'raydi-da. Deydi, men haqiqiy mu'min holatiga keldim.
Rasululloh deydi-ki, degan gapingga obdan qara. Har narsaning bir mohiyati bor. Unda sen mu'min bo'lgan bo'lsang, sening iymoningning mohiyati nima? Iymoningni tushundir. Deydi-ki, men deydi, nafsimni butunlay dunyodan suvutdim. Kechisi uyqusiz o'tkazadigan bo'ldim. Ya'ni uyqu ma'nosi nisbatan o qadar rohatlik ko'rolmadi. Kunduz usiz o'tkazadigan bo'ldim, ya'ni ro'zliq, ramazonlik demakchi. Men Robbimning arshiga noit uch oshkor ko'zam ko'rgandek qaravatim hozir. Jannat ahlining ne'matlarni huzurini bir-birini yo'qlashayotganligiga qaravatim. Do'zax ahlininki alamdan chiqarayotgan dard alamlarga qaravatim. Mana tasavvuroti hayotini o'zini. Rasul deydi-ki, Haris sen endi tunibsa, mush yo'lingda chiqmang. 3 qitim deydi bu gapni. Yana bir vaqalik bor. Huzayfa radhiyallohu anhu Rasululloh aynı sualını soraydı. Ahvalın qandarak. İmanının ahvalı qandarak yani demekçi. Huzayfa deydi ki, ya Resulullah, ben üzemni, nefsimni dünyadan soğuttum. Mening nazrimda dunyoning oltin bilan kiski o'xshash. Xuddi jannat ahlining ne'matga erishayotgan, do'zax ahlining azoblanayotganligini ko'ryapman, tunyapman, bilyapman. Rasululloh shu vaqtda deydi-ki, sen haqiqiy yo'lingni bilibsa, dunyoning xarakterini bilibsa, endi mush yo'lingda qandamang chingma. Deb Rasululloh shunda bir tavsiyani qildi. Ya'ni hayot dunyo bu. Ahli kitob bu shaklda tushungan bo'lsa, hasad qilib o'tmaydi, haqqa haq deb ergishatdi. Vaqt munosabati bilan dersimiz mushada. Oxirlashida inshaalloh kelasi darsda ko'rishgacha hammani Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.